Payg'ambar alayhissalomning yoniga Jabroil alayhissalom keldilarda 3 ta narsani aytdilar. Ey Muhammad, xohlagan ishingizni qiling. Agar hantalni urg'icha bo'lsa yoki toshni ichida bo'lsa ham yaxshi bo'lsa mukofotini, yomon bo'lsa jazosini olasiz. Ikkinchisi, xohlagan insoningizni yaxshi ko'ring. Baribir bir kun ajralasiz. Xohlaganingizcha yashang, xohlaganday. Fahshga botib yashaysanmi, zinoni targ'ib qilib yashaysanmi, avratingni ko'rsatib yashaysanmi, baribir bir kun o'lasan va Alloh taoloning oldiga borasan. Musulmonmi, musulmon emasmi, tan oladimi, olmaydimi, bu meni gapim emas. Bu payg'ambar alayhissalom aytgan gap bu. O'zini musulmonman degan inson tilini tiyib, haddini bilib, hayosini joyiga qo'yib o'tirish kerak. Endi TikTokka men ijtimoiy tarmoqlarda borman. Telegramda, Instagramda, Facebookda borman. Afsuski biz katta ulamolarni, eng O'zbekistonni faxri bo'lgan yurtboshimiz Shavkat Miromonovich faxrlanib gapirgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning ruhiy tarbiyaga oid kanalidagi odamlarning soni bitta ahmoq, axloqi yo'q, betarbiyani kanaldagi odamlarning sonini 100 dan biriga kelmayapti.